Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va hamda obunachilarimiz. Xo'p, bizlarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirib borayotgan reklamalarimizdan ayrim mijozlarimiz va ko'pchilik mijozlarimiz desa ham bo'ladi, manzilimizni aniq tushunmayotgan ekanlar. Yanada batafsil va tushunarliroq bo'lish uchun tushuntirib o'taman. Ushbu perikryostka, ya'ni chorrahamizni Ohangaron shahar kollejini ro'parasida joylashgan perikryostka, xuddi ko'rib turganingizdek chorraha. Va undan o'tgandan keyin hisoblaganda bunimiz birinchi dom, mana bu esa ikkinchi dom. Aynan bizning do'konimiz joylashgan manzil esa shu ikkinchi dom va ikkinchi do'kon. Angrendan kelishda chorrahadan o'tgandan keyin hisoblab ikkinchi dom, Olmaliq tarafdan kelishda yangi qurilgan 9 qavatli binoyimizdan o'tgandan keyin hisoblab ikkinchi dom. Ro'paramizda Faiz kafesi joylashgan va Ohangaron kasb-hunar kolleji, ya'ni ko'k kollej. Sizlarni albatta do'konimizda ko'rishdan mamnun bo'lamiz, kutib qolamiz. Sog' bo'lingizlar va salomat bo'linglar.